Rejissyor Denis Villeneuve tomonidan suratga olingan Duna birinchi qism va uning mantiqiy davomi bo'lmish Duna ikkinchi qism filmlari noyob, epik asarlar sirasiga kirib ulgurdi. Frank Gerbertni 1965-yilda yozilgan va o'nlab yillar davomida kino ijodkorlari tomonidan ekranlashtirish mutlaqo imkonsiz deb hisoblangan murakkab ilmiy fantastika romaniga asoslangan bu filmlar nafaqat o'zining ulkan ko'lami, balki hikoyaning chuqur ma'nosi bilan ham ajralib turadi. Assalomu alaykum. Bugun Taxtlar o'yinidan ozgina chekingan holda kino olamida birdaniga katta mashhurlikka erishgan va shedevr deyishga arziydigan haqiqatdan ham film yoki filmlar, ya'ni Duna haqida gaplashamiz. Qo'shimcha ma'lumot, men Dunani kitoblarini o'qimaganman, shuning uchun tahlil to'liqligicha filmlarga qaratiladi. Videoni boshlashdan oldin kichkinagina eslatma, Telegram kanal ochganman, o'tib qo'shilib olsanglar xursand bo'lardim. Aynan shu yerda kino seriallarning muhokamalarini qilamiz. Shuning uchun o'tib qo'shilib oling. Rahmat. Duna filmlarining syujeti insoniyat kelajagida, ya'ni 10.191-yilda yuz beradigan galaktika miqyosidagi siyosiy o'yinlar, xiyonat, qasos va yangi imperiyaning yuksalishi haqida hikoya qiladi. Hikoyaning markazida koinotdagi eng oliyjanob sulolalardan biri bo'lgan Atreidislar oilasi va ularning yosh merosxo'ri Paul Atreides turadi. Umumiy kartinani his qilish uchun rejissyor og'zaki tushuntirishlardan emas, aksincha vizual tushuntirishlardan foydalangan. Shuning uchun ham oddiy tomoshabin kinoni ko'rishni boshlaganida undan yaxshigina vaqt talab etiladi kinoni ichiga to'liq kirib olish uchun. Xullas, 10.000-yillarga borib insoniyat allaqachon koinotdagi sayyoralarni bo'lishib oladi va uni turli xil Great Houses, ya'ni aslzoda xonadonlar boshqarishadi. Ushbu aslzoda xonadonlar esa yagona imperatorga bo'ysunishadi. Filmdagi ayni imperator Shaddam 4-chi hisoblanadi. Xo'p, endi ayrim tushunib olishimiz kerak bo'lgan tushuncha va terminlar bor. Shular haqida ozgina. Film asosiy syujeti imperatorni Atreides xonadoniga koinotdagi eng muhim va xavfli sayyora hisoblangan Arrakisni boshqarishga topshirishi bilan boshlanadi. Imperatorning ushbu saxovatli sovg'asi aslida g'oyatda puxta o'ylab chiqilgan reja edi. Atreides xonadoni rahbari Gersog Leto Atreides o'zini adolatli va oliyjanob boshqaruvi bilan boshqa aslzoda xonadonlar orasida juda katta obro'-e'tibor qozonib borayotgan edi. Imperator Shaddam Gersogni tobora ortib borayotgan mashhurligidan va kelajakda uni taxtiga xavf tug'dirishidan qattiq xavotirga tushadi. Va agar imperator Atreideslarni ochiqdan-ochiq o'ldiradigan bo'lsa, koinotdagi qolgan barcha xonadonlar unga qarshi isyon ko'tarishi mumkinligidan qo'rqadi. Shu sababli u Arrakisni oldingi o'ta shafqatsiz boshqaruvchilari bo'lgan, lekin juda boy va yovuz Harkonnen xonadoni bilan yashirincha kelishuvga erishadi. Kinoni ko'rganlar voqealar rivoji qanaqa davom etganini bilishadi. Men hech qanaqa spoilerlar qilib o'tirmoqchi emasman, agar ko'rmaganlar bo'ladigan bo'lsa. Xo'p, endi Arrakis haqida gaplashsak. Arrakis sayyorasi butunlay cho'ldan iborat, bir tomchi ham tabiiy suv havzasi bo'lmagan jazirama va halokatli qum bo'ronlari hukm suradigan o'ta shafqatsiz hududdir. Lekin sayyora sharoitining qanchalik og'irligiga qaramay, u butun koinot iqtisodiyoti va sivilizatsiyasining yuragi hisoblanadi. Sababi faqatgina shu sayyora qumlari ostidan galaktikadagi eng qimmatbaho, noyob va bebaho modda ziravor qazib olinadi. Xo'p, o'zi bu ziravorning muhimligi nimada? Nimaga butun koinotdagi sayyoralar va oilalar aynan mana shu ziravor ustida hukmronlik qilish uchun kurashishadi? Sababi oddiy. U faqatgina Arrakis sayyorasi cho'llarida mavjud bo'lgan qum qurtlarining sirli hayot sikli bilan bevosita bog'liq bo'lgan organik psixoaktiv moddadir. Ziravorning eng noyob xususiyati shuki, u doimiy iste'mol qilinganda insonning ongi va psixik qobiliyatlarini g'ayritabiiy darajada kengaytiradi. Umrni bir necha yuz yilga uzaytiradi va eng asosiysi kelajakni ko'rish qobiliyatini beradi. Kelajakni ko'rish deganimda bitta individ faqat o'zini kelajagini ko'ra oladi va kelajakni ko'rganda ham u bir nechta variantlarni kelajagini ko'radi va eng xavfsizidan yurish bu o'ziga bog'liq bo'ladi. Ziravor doimiy iste'molchilarda kuchli qaramlikni keltirib chiqaradi va buni vizual belgisi sifatida insonlarning ko'zlari to'q ko'k rangga kirib qoladi. Sayyoralararo transportatsiya, bank tizimi va savdo-sotiq mutlaqo aynan mana shu ziravorga bog'liqdir. Shuning uchun ham filmda juda ham bir mashhur jumla bor. Koinotni ziravorni nazorat qilgan shaxs nazorat qiladi. Qo'shimchasiga sayyoralararo sayohat qilish uchun odamlar kosmik kemalardan foydalanishadi. Kosmik kemalar juda ham katta shahardek keladigan hajmga ega bo'ladi. Shahardek keladigan ulkan kosmik kemalar fazoni buklash texnologiyasi orqali bir nuqtadan ikkinchi nuqtaga lahzada go'yoki teleportatsiya kabi o'tadi. Lekin fazoni buklash o'ta xavfli jarayon bo'lib, kema sayyoralarga yoki yulduzlarga urilib ketmasligi uchun o'ta aniq, murakkab matematik navigatsiya talab etiladi. Kompyuterlar mavjud bo'lmagan ushbu koinotda bu mas'uliyatli vazifani faqatgina
fazo gildiyasini mutatsiya qilingan maxsus navigatorlari amalga oshiradi. Ular katta miqdorda ziravor yutish orqali o'z onglarini kengaytirib, fazo sayohatini qaysi kelajak yo'nalishi xavfsiz bo'lishini oldindan ko'ra olishadi va kemani o'lim xavfidan qutqarib olib o'tishadi. Mana endi ziravorning muhimligi va odamlar sayyoralararo qanaqa qilib sayohat qilishini bilib oldik. Endi yana bitta muhim savol. Kelajakda, ya'ni 10-yilda qanaqa qilib sun'iy intellektlar, robotlar mavjud bo'lmaydi filmda. Hamma narsa nimaga analog texnologiyalarga, mexanik qurilmalarga bog'lanib qolgan. Buni ham o'ziga yarasha mantiqiy sababi bor. Juna koinotining qadimiy o'tmishida insonlar o'zlari yaratgan sun'iy intellekt va fikrlaydigan mashinalarga qarshi shafqatsiz yillar davom etgan qonli urush olib borishgan. Urush insonlarning yakuniy g'alabasi bilan yakunlangach, koinotda o'zgartirib bo'lmas qat'iy qonuniy taqiq o'rnatilgan. Inson ongiga o'xshash yoki hisoblashni avtomatlashtiruvchi har qanday elektron mexanizm yaratish qat'iyan man etiladi. Shu sababli insoniyat o'zini aqliy salohiyatini rivojlantirishga majbur bo'lgan. Hisoblash, tahlil qilish, iqtisodiy prognozlar va ma'lumotlarni saqlash kabi ilgari kompyuterlar bajargan vazifalarni maxsus mashq qildirilgan, miyasi o'ta rivojlangan insonlar, mentotlar bajarishni boshlagan. Birinchi filmda Leto Atreidisning sodiq maslahatchisi Tufer Xavat unga safar xarajatlarini hisoblab berayotganda ko'zlarini tepaga qadab, xuddi kompyuter ma'lumotlarini qayta ishlayotgandek holatga tushishi rejissyor tomonidan uni mentat ekanligini vizual tushuntirish uchun ishlatilgan juda ham aqlli elementdir. Film buni uzun kitobiy tushuntirishlarsiz bitta harakat bilan ko'rsatib qo'ygan va bu haqiqatdan zo'r tanlangan epizodlardan bittasi men uchun. Endi Dunada yana bir muhim tushunishimiz kerak bo'lgan element bor. Qaysiki, Dunada urush va janglar an'anaviy lazerli avtomatlar yoki o'qotar qurollar bilan emas, balki asosan xanjar, qilich va nayzalar yordamida yakkama-yakka tarzda olib borilishi ko'pchilikni hayron qoldiradi. Buni ham o'ziga yarasha muhim sabablari bor. Filmdagi barcha aslzodalar va harbiylar o'z tanalarini Holtzman qalqoni deb ataluvchi ko'zga ko'rinmas shaxsiy energetik maydon bilan himoya qilishadi. Bu qalqonning fizik qoidasi juda o'ziga xos. U o'z-o'zidan harakatlanuvchi tezkor jismlarni avtomatik tarzda to'xtatib qoladi. Lekin asta-sekin maqsadli ravishda sekinlashtirib berilgan pichoq zarbasigina qalqon orqali o'tib ketishi mumkin. Qo'shimchasiga, agar lazerli o'qotar to'g'ridan-to'g'ri faol qalqonga qaratib otilsa, ikkala obyekt o'rtasida subatom darajasidagi portlash yuz berib, ham otgan, ham nishondagi odam halok bo'ladi. Shuning uchun o'qotar qurollar yaroqsiz holga keltirilgan. Lekin degan joyi bor, Arakis cho'llarida bunaqa turdagi qalqonlardan foydalanishmaydi. Sababi uni ritmik tebranishi cho'ldagi qum-qurtlarni o'ziga jalb qilishi mumkin. Shu sababli faqatgina sahrodagi ochiq janglardagina qahramonlar va fremenlar lazerli qurollardan xavfsiz foydalanishlari filmda ko'rsatiladi. Fremenlarga ham ozgina qisqa ta'rif berib ketaman. Ular Arakisni mahalliy aholisi bo'lgan, cho'lni o'ta qattiq sharoitlarga moslashgan, yovvoyi va erkin xalq hisoblanishadi. Xo'p, endi filmda menga unchalik yoqmagan manipulyatsiyachi opalar haqida ozgina gapirib beradigan bo'lsam, ular Bene Gesserit deb ataluvchi mutlaqo ayollardan iborat yashirin mistik ordendir. Bene Gesserit uzoq yillik o'ta qattiq mashg'ulotlar natijasida oddiy odamlardan ustun turuvchi asab tizimiga, jismoniy va ruhiy qobiliyatlarga ega bo'lishgan. Ularning eng kuchli asabiy qurollaridan biri bu ovoz bo'lib, bu qobiliyat o'z ovoz ohangini dushman ongiga ta'sir qiladigan darajada o'zgartirish orqali uni eshitgan har qanaqa odamni beixtiyor berilgan buyruqqa so'zsiz bo'ysundirish imkonini beradi. Lekin bu jangovar xususiyat ularning asl maqsadi emas. Bene Gesseritni ko'p asrlik yakuniy maqsadi butun insoniyat evolyutsiyasini yashirincha nazorat qilish va boshqarish bo'ladi. Ular 10 ming yil davomida turli aslzoda xonadonlarni bir-biri bilan chatishtirib, o'ta aniq rejalashtirilgan va maxfiy genetik dastur olib borishgan. Filmni ko'rar ekanmiz, Paul Atreidisning onasi ham aynan Bene Gesserit guruhida bo'lganini bilamiz. Lekin Bene Gesseritda maqsadiga ko'ra erkak, ular o'sha tayyorlab kelayotgan erkak bir avloddan keyin tug'ilishi kerak edi va Paul Atreidisning dunyoga kelishi ularni biroz ranjitadi desa ham bo'ladi. Junani shedevr bo'lib chiqishiga yana bitta sabablardan bittasi bu filmni vizual tarzda qanaqa zo'r qilib ko'rsatilganidadir. Filmning bosh operatori Greg Fraser o'z ishi uchun eng nufuzli kino mukofotlarini qo'lga kiritgan mutaxassisdir. Fraser va Villeneuve birgalikda ranglardan voqealarning hissiy holatini va sayyoralar orasidagi tafovutni yetkazishda mohirona foydalanishgan. Masalan, Arakis sayyorasi qo'pol, qurg'oqchil, inson hayoti uchun qiyin bo'lsa-da, o'ziga xos ulug'vor go'zallikka ega bo'lgan sarg'ish, pishgan jigarrang va nozik qum ranglarida tasvirlangan. Bunga mutlaqo ziddiyatli ravishda Atreidislarning avvalgi vatani bo'lgan Kaladan sayyorasi doimiy sovuq, yomg'irli, melanxolik va zangori yashil ranglarda aks ettiriladi. Vizual tasvirlar qanchalik zo'r bo'lmasin, uni hissiy og'irligini yetkazish uchun albatta ovoz juda ham muhim. Va Dunani kompozitorini hammamiz juda ham yaxshi taniymiz. Bu afsonaviy Hans Zimmer.
Hans Zimmer filmlar musiqasini yaratish uchun bir necha oylarni to'g'ridan-to'g'ri suratga olish maydonchasida muhit va qumlarni his qilgan holda o'tkazadi. U Arrakisning cheksizligini, qorong'u kuchni va atmosferani tasvirlash uchun an'anaviy simfonik orkestrlardan atayin voz kechib, insoniyatga hozirgacha ma'lum bo'lmagan yangi sintezatorlar va o'ziga xos baland tonli ayol vokallardan keng foydalanadi. Shu videoni tugatib turib, YouTube'ga o'sha Juna Hans Zimmer deb qidiradigan bo'lsangiz, qanaqa shedevrli hissiy ovozlarni Hans Zimmer yaratganini ko'rsangiz bo'ladi. Xo'p, Juna filmlarining chuqur falsafiy ma'nosi va uni boshqa yuzaki fantastik kinolardan ajratib turadigan narsa shuki, uni qahramonlikka nisbatan bo'lgan yondashuvini ko'rib chiqish orqali tushunsak bo'ladi. Juna hikoyasi umuman olganda yaxshilar yomonlarga qarshi kurashib, yakunda hammani qutqaradigan klassik shirin ertak emas. Asarning eng yirik va xavfli yutug'i shundaki, u tomoshabinlar o'rganib qolgan an'anaviy qahramon, ya'ni tanlangan odam qolipini parchalab tashlaydi va uning oqibatlarini jiddiy savol ostiga oladi. Shu bilan o'zim yaqinda ko'rib tugatgan Juna 1 va Juna 2 filmlarini analizi shu joyda o'zini nihoyasiga yetadi. O'ylaymanki, video sizlarga yoqdi. Yana bir marta eslatib o'taman, Telegram kanaliga o'tsanglar, muhokamalarni aynan shu yerda qilamiz. Video yoqdi degan umiddaman. Vaqtingizga rozi bo'linglar. Keyingi videolarda ko'rishguncha, xayr.